Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 15-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizda mansubat ismlar ichidagi maf'ullar bilan tanishib chiqdik. Biz bugun yana shu mansubat ismlarga tava bo'lgan holni kunimiz. Bu hol degan nima? Hol deganimiz buni oddiy qilib tushuntirgan vaqtimizda bu fe'l, ya'ni ish harakat tushgan vaqtda fa'ilning yoki maf'ulninki hay'atini bayon qilib keladigan so'zni biz nima deymiz? Hol deymiz. Ya'ni fa'ilninki yoki maf'ulning yoki uningdan boshqasiningki hay'atini bayon qilib keladigan so'z. Holatini qanday qilib bayon qilib keladigan so'zni biz hol deymiz. Endi buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi lafzun yubayyinu hay'atal fa'il aw al maf'ulun bih aw kilayhima aw min ghayrihima 'inda wuqu'il fi'l. Bu bir lafzi, o bir tovush bo'lib fa'ilning yoki maf'ulun bihning yoki ikkilisining yoki o'yin ikkisining boshqasidan fe'l tushgan vaqtda hay'atni bayon qiladi. Hay'atini qanday qiladi? Bayon qilib beradi. Masalan, zaharal qamaru hilalan. Oy hilal bo'lgan holatda oshkor bo'ldi. Bu jumla qaraydigan bo'lsak, zahara fe'l, al qamaru fa'il. Oy hilal bo'lgan holatda oshkor bo'ldi desam, bu yerdagi hilalan hilal bo'lgan holatda deb fa'ilning qamarning nimasini, hay'atini bayon qilib berdi. Chiqqan vaqtdagi hay'atini bayon qilib berdi. Demak, bu yerda fa'ilning hay'atini bayon qildi. Tu'kalul fakihatu nadijatan. Meva yangi holatida yeyiladi. Bu yerda tu'kalu fi'l majhul, al fakihatu fa'il. Meva yangi holatda yeyildi deb nadijatan degan so'z bu naib fa'ilning holatini qanday qilib berdi? Bayon qilib berdi. Yangi holatda yeyildi deb bir holatini bayon qilib berdi. Demak, bu yerda holat nimaning hay'atini bayon qilib berdi? Naib fa'ilning. Addib valadaka sag'iran. Balangni kichik holatda adabla, tarbiya qil degan bu jumla qarasak, sag'iran. Balangni kichik holatda. Demak, addib fe'l amri, fa'ili yushrun damir anta. Kimni? Balangni. Unda bo'lsa valad nima bo'ldi bu yerda? Maf'ulun bih bo'ldi. Sag'iran, balangni kichik holatda. Bu holat kimning holati? Balaning holati. Demak, bu yerda maf'ulun bihning holatini bayon qilib berdi. Sumtu shahra kamilan. Bir oy to'liq holatda ro'za tutdim. Demak, bu yerda kamilan degan bu holat oyning holatini, hay'atini qanday qilib berdi? Bayon qilib berdi. Ro'za tutgan vaqtdagi oyning hay'atini bayon qilib berdi. Bu oy bu jumlalik o'rnimi? Bu sumtu ro'za tutishdan iborat ish harakatning yuz bergan vaqti. Ish harakatning yuz bergan vaqtni ifodalagan so'zni biz nima deydik? Maf'ulun fih deydik. Bu yerda maf'ulun fihning hay'atini bayon qilib berdi deymiz. Anta mujtahidan akhi. Sen tirishqan holatingda, tirishchan bo'lgan holatingda mening qarindishim. Demak, bu yerda mujtahidan anta degan mubtadaning hay'atini bayon qilib berdi. Sen tirishchan holatingda mening qarindishim. Demak, mubtadaning hay'atini qanday qildi? Bayon qilib berdi. Hadal hilalu tali'an. Bu chiqayotgan holatdagi oy. Bu chiqayotgan bu hilal, bu chiqayotgan holatdagi hilal oy. Demak, al hilalu degan bu jumlada xabar bo'ladi, tali'an xabarning holatini qanday qilib berdi? Bayon qilib berdi. Endi bu yerda odatda ko'pincha hollarda ism ishoratdan keyin kelgan alif lamliq so'z ism ishoratdan elingan badal bo'ladi. Bu mutlaq qoida emas. Ko'pincha hollarda mana shunday bo'ladi. Ammo bir qism yerlarda bu alif lamdan keyin kelgan alif lamliq so'zmi, ya'ni ism ishoratdan keyin kelgan alif lamliq so'z xabarmi bo'ladi. Masalan, zalikal fawzul azim degan bu oyat karimida zalika degan ism ishoratdan keyin kelgan al fawzu degan bu alif lamliq qismni biz badal demaymiz, xabar deymiz. Demak, ba'zi o'rinlarda ism ishoratdan keyin kelgan alif lamliq so'zni biz nima deymiz? Xabar deymiz. Demak, bu yerda tali'an al-hilalu degan xabarning hay'atini qanday qildi? Bayon qilib berdi. Masalan, zaharal qamaru hilalan bu fa'ilning hay'atini bayon qilib berdi. Tu'kalul fakihatu nadijatan. Meva yangi holatida yeyiladi deb bu mevaning hay'atini qanday qilib berdi? Bayon qilib berdi. Mevaning o'rnimi naib fa'il. Unda bo'lsa bu naib fa'ilning hay'atini bayon qilib berdi deymiz. Addib valadaka sag'iran. Balangni kichik holatda qanday qilgan? Adabligin. Bu yerdagi sag'iran degan kimning holati? Balaning holati. Bala deganning jumlalik o'rnimi bu yerda maf'ulun bih. Unda bo'lsa bu maf'ulun bihning hay'atini qanday qildi? Bayon qilib berdi.
Sumtu shahra kamilan bir ay to'liq qilgan holatda ro'za tutdim. Bu kamilan degan to'liq qilgan holat degan bu so'z nimaning holati? Shahrning. Shahrning jumla o'rni nima? Maf'ulun fi. Demak bu yerda maf'ulun fi'ning aytini bayon qilib berdi. Anta mujtahidan akhi. Bu yerda mubtadaning hayatini bayon qilib berdi. Hadal hilalu tali'an. Bu yerda xabarning hayatini bayon qilib berdi. Demak meyli fa'il olsun, meyli maf'ul olsun, meyli mubtada olsun, hay'atni bayon qilib kelgan so'zni biz nima deymiz? Holat deymiz. Endi biz halga bo'lgan tushunchamiz aydınlaştırdık. Halga bo'lgan tushunchamizni aydınlaştırdık. Endi bu hal jumlada nakira bo'lamdi yoki ma'rifa bo'lib kelamdi, qanday keladi deb degan vaqtimizda al-aslu fil hal haldagi asli qoida an takuna nakira. Nakira bo'lish kerak. Bu asli o'lcham. Nima bo'lish kerak? Nakira. Masalan, jaa Zaydun rakiban. Zayd uloqqa mingan holatda keldi. Bu yerda rakiban holat bo'ldi. Zaydning holati bo'ldi. Rakiban qanday keldi? Nakira. Mana bu o'lchamlik qoidasi. Ikkinchidan hal asli qoida bo'yicha mutanaqqila sifat bo'lishi kerak, ya'ni o'zgarishchan sifat bo'lishi kerak. Masalan, jaa Zaydun rakiban deganda bu rakiban nima bo'ldi? Hal bo'ldi. Shundaqla bu rakiban uloqqa mingan holatda degan bu sifat odamda davom turadigan sifatmi yoki o'zgarishchanmi? Albatta o'zgarishchan. Bir odam umrining oxirigacha eshakka yoki bir uloqqa minmaydi. Bu o'zgarishchan odamda o'zgaradigan bir holat. Masalan, tala'atish shamsu safiyatan. Kun suzuk bo'lgan holatda chiqdi desak, bu kunning suzuk bo'lgan holatda chiqishi, ya'ni suzuk bo'lishi bu vaqtliq ish, ba'zi vaqt tutib qolishi mumkin. Demak, bu yerda yo'tkinishchan bir sifat bo'ldi, holat. Uchinchidan an takuna nafsa sahibiha fil ma'na. Hamda bu hal sohibining ma'nida o'zi bo'lishi kerak. O'zi bo'lishi kerak. Nima gap bu deganda, ya'ni jaa Zaydun rakiban deganda, bu rakiban degan holat Zaydning o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni bu mingichi bo'lgan holatda, uloqqa mingichi bo'lgan holatda degan bu holatning o'zi halning egasining o'zi bo'lishi kerak. To'rtinchisi an takuna mushtaqqa. Bu holat mushtaq bo'lishi kerak. Mushtaq. Ism ikki turga bo'linadi cho'ng jihatdan. Birisi mushtaq, yana birisi jamid. Jamid deganimiz kitob, qalam deganga o'xshash ismlar. Mushtaq degan cho'g desa, bu fe'ldan turinib chiqqan. Masalan, rakiban desak, bu mushtaq deymiz. Nima uchun bu rakiba yarkabu degan fe'ldan qanday qilgan turinib chiqqan ismi fa'il. Demak, bu shunga o'xshagan mushtaq fe'ldan kelib chiqqan ism bo'lishi kerak. Jaa Zaydun rakiban deganga o'xshagan. Mana bu holdagi asli qoida. Endi bu asli qoida ekan. Buning aksimi bo'lib qolgan ahvollar bormi deganda qad takunul hal. Qad nimani bildiradi? Oz degani. Oz vaqtda bo'ladi hal. Qad takunu ma'rifa deydi. Ma'rifa mi bo'lib qoladi? Shart bilan diqqat. İza sahha ta'wiluha bi nakira. Uni nakira sifatida tushuntirgili bo'lsa, ya'ni nakirlikqa toat qilib bo'lsa, uni nakira deb qarag'ili bo'lsa, nakira deb tafsir qilib bo'lsa yoki qad takunu ma'rifa iza sahha ta'wiluha bi nakira. Ma'rifa bo'ladi agar uni nakira bilan ta'wil qilib bo'lsa, tushuntirgili bo'lsa. Masalan, amantu billahi wahdah. Allohga yolg'iz holatda iymon etdim desam, bu yerdagi vahdah degan bu hol bo'ladi. Allohga yolg'iz holatda. U Alloh yolg'iz holatda. Bu yerda vahda Alloh degan lafzul jalolani nima bo'ldi? Holat bo'ldi. Demak, bu vahdah deb muzab bo'ldi. Hu degan domir uchun mudofun ilayhi bo'ldi. Demak, bu yerda ma'rif bo'lib qoldi. Mudof degan albatta ma'rif bo'ladi. Muzofun ilayhi bilan aniqlanadi. Demak, bu yerda ma'rif bo'ldi. Endi bu yerda nakira holat ma'rif bo'lib qoldi-ku, nakir bo'lmadi, asli qoida bo'yicha bo'lmadi desa, buni nakirga ta'wil qilg'ili bo'ladi. Nimda? Amantu billahi munfaridan. Allohga yolg'iz holatda iymon etdim deb, bu munfaridan degan bu nakir so'zga ta'wil qilg'ili, ya'ni tafsir qilg'ili, ya'ni vahdahuning o'rniga munfaridanni qo'yg'ili bo'ladi. Shart shuki, uni nakirga ta'wil qilg'ili, o'rniga qo'yg'ili yoki uni shu nakir shaklda tushuntirg'ili bo'lishi kerak. Ikkinchidan biz holni asli qoida bo'yicha yo'tkilishdan sifat bo'lishi kerak dedik.
Endi muqim sifat bo'lmamdi deganda qad takunu thabita. Ba'zida muqim sifat bo'lib qoladi. Masalan, xuliqal insanu da'ifa. İnsan aciz holatda yaratildi. Demak, Alloh taolo insonni ojiz holatda yaratdi. O'zining xohishiga qarshi kelishda ojiz qilgan. Shundoq shaytonga qarshi turishda ojiz qilgan bir xil ojiz holatga yaratildi. Bu insondagi vaqtliq sifatmi yoki inson shunda yaratilib, shunda o'lamdi deganda bu insondagi umumiy vafot topquchi bo'lgan bir Alloh yaratgan holat. Demak, bu yerda sabita bo'lib qoldi. Endi biz nim degan mushtaq bo'lish kerak, nim bo'lmaslik kerak, jamid bo'lmaslik kerak degan. Endi qad takunu jamidatan muawwalatan biwasfin mushtaq fi thalath halat. 3 xil holatda mushtaqqa ta'vil qilish bilan, mushtaq sifatga ta'vil qilish bilan jamid bo'ladi. Mutlaq jamid bo'lmaydi, ammo shu kelgan jamidni mushtaqqa ta'vil qilamiz. 3 xil holatda. Bu 3 xil holat qaysi deganda, birinchidan tashbihga bildirishda va mufaala o'lchimida va tartibni bildirgan vaqtda. Masalan, birinchisi wadahal haqqu shamsan. Haqiqat kunday oshkor bo'ldi. Ya'ni kun bo'lgan holat qanday bo'ldi? Oshkor bo'ldi. Demak, bu yerda haqiqatning oshkor bo'lishini biz kunga o'xshatib turib qanday qildik? Holatini sifatladik. Demak, bu yerda kunning holatini, haqning oshkor bo'lishini kunga o'xshatib turib holatini bayon qildik. Demak, bu yerda tashbihga bildirsa degani mana shu. Ya'ni bu holat tashbihni bildirgan vaqtda nima kelsa bo'ldi? Ismi jamid kelsa bo'ldi. Ya'ni shamsan degan bu ismi jamid bu. Asli kelib chiqishi fe'l emas buningki. Demak, bu yerda jamid bo'ldi. Ammo buni mushtaqqa ta'vil qilib bo'ladi. Nimda? Bu yerda demakchi bo'g'ini wadahal haqqu mudian degan gap. Mudian. Demak, bu yerda ism fa'ili qana qilindi? Ta'vil qilindi. Adaa yudi'udagi mudian deb ism fa'ilga ta'vil qilindi. Demak, bu yerda shamsan degan jamid mudianga ta'vil qilinadi. Bu birinchisi tashbihda. Holat tashbih ma'nosida kelgan vaqtda. Ikkinchisi nimada? Mufaalaga bildirgan vaqtda. Mufaala degan nima desa, o'zaro bir narsa ilm berish deganga o'xshash, ha? Masalan, bi'tuka thawba yadan biyad. Bi'tuka thawba yadan biyad. Sana kiyimni qo'lma-qo'l sotdim. Qo'lma-qo'l bo'lgan holat qanday qildim? Sotdi. Qo'lma-qo'l bo'lgan holatda sotdim. Bu yerda bi'tuka thawba deganda yadan biyad nima bo'ldi? Holat bo'ldi. Bu yerda thawbning holatini qanday qilib berdi? Bayon qilib berdi. Demak, bu yerda bu mufaala o'lchimida deymiz. Nima uchun deganda bu yadan biyad degan gapni biz mutaqobilin degan bu mufaala bobidan chiqqan mutaqobilin degan mushtaqqa ta'vil qilib bo'ladi. Masalan, ta'vil qilib bo'ladi degan gap uni qo'ysak bo'ladi. Masalan, bi'tuka thawba mutaqobilin, ya'ni san kiyimni shu qo'l uchrashgan holatda qana qildim? Sotdim degan qo'shish. Demak, bu yerda yadan biyatning o'rniga mutaqobilin degan bu mushtaqni qana qildi? Ta'vil qilib uni qo'yib bo'ladi. Ikkinchisi mufaala o'lchamiga asosan bo'lgan vaqt. Uchinchisi shu desa, ala tartib. Tartibni bildirgan vaqtda. Masalan, qara'tul kitaba baban. Kitobni bobma-bob o'qib chiqdim. Kitobni boplagan holat qanday qildim? O'qib chiqdim. Bu yerda kitobningki holat bo'ldi. O'qigan vaqtimdagi nimasi bo'ldi? Holatini bayon qilib berdi. Bu baban degan bob degan jamid ism bu. Asli kelib chiqishi fe'ldan bo'lmagan bir jamid ism. Unda o'sha bu yerda babani hollab qoldi bo'lsa, buni mushtaqqa ta'vil qilib bo'ladi. Nim deb? Masalan, mutarattiban degan bu mushtaqqa ta'vil qilib bo'ladi. Masalan, qara'tul kitaba mutarattiban. Ratlik bo'lgan holatda degan mutarattiban qanday qiladi? Ta'vil qilib bo'ladi. Chunki bob o'qib chiqdim degancha, bob bo'yicha bo'lgan holatda o'qib chiqdim degan gap, ratlik holatda o'qib chiqdim degan gap. Demak, bu yerda mushtaq qanday qildik? Ta'vil qildik. Demak, hal asli holatda nakira bo'ladi, ammo ma'rif bo'lgan vaqtda cho'qib uni bir nakiraga ta'vil qilib bo'lish kerak. Ya'ni uni o'rniga bir nakirani qo'yib bo'lish kerak. Masalan, amantu billahi wahdahu munfaridan degan bo'lish kerak. Bu hal o'zgarishdan sifat bo'lish kerak. Va ba'zida muqim sifatmicho bo'lib qoladi. Xuliqal insonu da'ifa deganga o'xshash. Hamda bu hal jamid bo'lmaysiz.
asli mushtaq bo'lishi kerak. Agar jamid bo'lgan vaqtida buni nimaga ta'vil qilib bo'lishi kerak? Buni mushtaqdan birga ta'vil qilib bo'lishi kerak. Endi bu jamid kelib qolgan ahvol 3 xil holatda bo'ldi. Birinchisi shu hol bir tashbih ma'nosida kelgan vaqtida, ikkinchisi mufaala babiga ta'vil qilib bo'lgan vaqtlarda. Ya'ni mufaala babida bo'lgan vaqtda degan gap ikki odam tarafidan bo'lgan ishlarda. Masalan, yedan biyad desa qo'lma-qo'l. Qo'lma-qo'l degan gap, ya'ni ikki odam tarafidan. Va uchinchisi tartibni bildirgan vaqtida. Masalan, qiraatul kitob baban degan o'xshash. Buni o'rniga mutarattibanni qanday qilib bo'ldi? Qo'yib bo'ladi. Endi holning turlari. Holning turlari. Endi hol jaa Zaydun rakiban degan bu jumlada rakiban degan bu hol mufrad so'z bo'ldi. Ya'ni jumla olmadi. Bu doimida mufrad bo'lamdi deganda, yo'q, buning turlari bor. Holning turlari birinchidan mufrad bo'ladi. Masalan, jaani Zaydun rakiban deganga o'xshash jumla ismiya bo'ladi, jumla fi'liya bo'ladi, shibi jumla bo'ladi. Masalan, mufrad o'g'ning misoli xuliqal insanu da'ifa. Da'ifa degan bu mufrad yolg'iz so'z, hol bo'ldi. Jaa Zaydun rakiban. Rakiban degan bu mufrad yolg'iz so'z, hol bo'ldi. Jumla ismiya bo'ldi. Masalan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum va hum fi ghaflatin mu'ridun. Kishilarga ularning hisobi yaqinlashdi, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Vaholanki ular yuz o'rguchi, ya'ni bu qiyomat to'g'risida o'ylanishning yuz o'rguchi deb berdi. Va hum fi ghaflatin mu'ridun deb bir butun jumlaning bo'ladi, holat bo'ladi. İnsanlarning nimasi bo'ldi? Holati. Demak, bu yerda jumla ismiya va humdan tortib jumla ismiyaning bo'ldi, holat bo'ldi. Bir butun jumla holat bo'ldi. Endi hol jumla fi'liyami bo'ladi? Dedik, masalan, istama'tu ila at-talibi yurattilul Qur'ana. O'quvchiga quloq soldim. Qur'on tilovat qilgan holatda. Bu Qur'on tilovat qilgan holatdagi bir o'quvchi qanday qildim? Quloq soldim. Demak, bu yerda yurattilul Qur'on degan bu fe'llik jumla holat bo'ldi deymiz. Ya'ni Qur'on tilovat qilgan holatdagi o'quvchi qanday qildim? Quloq soldim. Bu talibningki holatini bayon qilib berdi. Fe'llik jumla. Shibi jumla holat bo'ladi. Masalan, fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Ya'ni u Qarun o'zining qavmiga zinnati ichida chiqdi degan gap, zinnati ichida oshkor bo'ldi degan gap, zinnatlangan holatda qanday qildi? Chiqdi, oshkor bo'ldi. Demak, bu yerdagi fi zinati degan bu shibhi jumla nima bo'ladi? Holat bo'ladi. Demak, hol mufrad so'zmi bo'ladi, jumla ismiya ham bo'ladi, jumla fi'liya ham bo'ladi, shibhi jumlami bo'ladi. Endi biz holga aloqador bo'lgan masalalarni o'rganib bo'ldik. Endi sohibul hol, ya'ni holning egasi haqida ozroq to'xtalamiz. Al-aslu fi sohibil hol ay yakuna ma'rifa. Endi sohibul hol ma'rifa bo'lamdi, nakir bo'lamdi. Endi holgu asli qoida bo'yicha nakir bo'ldi ekan. Sohibul hol asli qoida bo'yicha nima bo'ldi deganda, sohibul hol asli qoida bo'yicha ma'rifa bo'ladi. Chunki biz uningga hukm qilamiz. Uloqqa mingan holatda keldi, yugugan holatda keldi deganga o'xshagan bir holatini bayon qilib, uningga biz qana qilamiz? Hukm qilamiz. Hukm qildigan narsa degan ma'lum bo'lishi kerak, ya'ni ma'rifa bo'lishi kerak. Endi bu asli qoida. Va ba'zida bu sohibul holmi-chu nakir bo'lib qoldigan ahvollar bor. Sohibul holmi nakir bo'lib qoldigan ahvollar bor. Bir qancha sharoitlar, shartlar hozirlangan vaqtda. Deydi, al-aslu fi sohibil hol, sohibul holdagi asli qoida ay yakuna ma'rifa. Ma'rifa bo'lishi kerak. Li'annahu mahkumun alayh. Chunki u hukm qilinguchi, biz uni hukm qilamiz. Wal mahkumu alayh, hukm qilinguchi ma'lum bo'lishi kerak. Yakuna ma'luma. Ma'lum bo'lishi kerak. Wa qad ya'ti nakira idza tawaffarat fihi al-musawwigat at-taliya. Ba'zida nakira bo'lib keladi, tuvandagi sharoitlar to'liq bo'lgan vaqtida. U qaysi deganda, yakunu sohibul hol nakira. Sohibul hol nakira bo'ladi. Birinchidan ayata'akhkhara anil hol. Holdan kechikib kelgan vaqtda asli sohibul hol degan holdan burun keladi. Shundaqmi? Endi hol ilgari bu holning egasi keyin kelgan vaqtida bu nakir kasmichi bo'ladi. İkincisi, onunğa nafi yoki nahi yoki istifhom ilgari bo'lib qolsa. Üçüncüsü, nakira xoslatsa yoki sifat orqali xoslatsa masalan. Dördüncüsü, hol
Vov bilan bağlangan cümleğe vaqtida. Vov bilan bağlangan cümleğe vaqtida nakira bosildi. Birincisi nima edi? Sahibul hal haldan keyin kelgan vaqtida nakira kelsa bo'ladi. Masalan, ja'ani musri'an rajulun. Menga bir odam o'ldirgan holatda keldi deymiz. Demak, bu yerda musri'an degan hal rajulun degan sahibul haldan burun kelganligi. Rajulun degan sahibul halning musri'an degan holatdan keyin kelganligi uchun rajulun deb sahibul hal nakira keldi. Bu bo'ladi. İkincisi ma fid dari ahadun naiman. Ya'ni ikincisi sahibul hal nakir bo'lg'aya, uningga nafi ilgilab qolsa degan. Masalan, ma fid dari ahadun naiman. Qo'yildi uxlagan holatda hech kim yo'q degan bu jumla qarasak, ahadun sahibul hal bo'ldi. Halning nimasi? Igisi. Bu ahadun degan hech kishi degan gap nakira, bu uqumsiz. Bu yerda to'g'ri bo'ldi. Nima uchun? Oldiga madan iborat bir nafi ilgiri bo'lgan. Aw nahyun, ya'ni uningga bir nahi ilgirib qolsa-mu sahibul hal nakirosi bo'ladi. Masalan, la ya'khudanna jarun mal jarin zulman. Bir qo'shnisining milni zulm qilgan holatda ilavamison. Bu yerda la ya'khudanna jarun mal jarin zulman. Madagi jarun iniqsiz, qo'shna iniqsiz. Endi bu yerda iniqsiz bir sahibul hal bo'lib qoldi-ku. Zulman degan bu holatning egasi jarun. Birinchi jarun. Bu jarun iniqsiz turib sahibul hal bo'ldi-ku desa, buni oldiga ladni iborat bir nahining ilgari olganligi uchun bu to'g'ri deymiz. Aw istifham, ya'ni bu sahibul halning oldiga istifham ilgari olsa, ya'ni istifham kelsa sahibul hal nakirosi bo'ladi. Masalan, hal kharaja ahadun bakiyan. Birasi yig'ilgan holatda chiqdimi degan bu jumlada bakiyan yig'ilgan holatda degan ahadun degan hech kim, ya'ni birasi degan bu uqumsiz bir so'zningki holati. Bu yerda sahibul hal ahadun degan bir uqumsiz, iniqsiz ism sahibul hal bo'ldi. Chunki buning boshida hal degan istifham kelgan. Demak, sahibul halning boshiga nafi kelsa, nahi kelsa, istifham kelsa, sahibul hal nakira kelsa bo'ladi. Üçüncüsü qaysetdi, nakira xoslatsa sahibul hal bo'la oladi. Masalan, ja'ani dayfun karimun bakiyan. Manga isil mehmon yig'ilgan holatda keldi. Saxiy mehmon yig'ilgan holatda keldi deb asli dayfun degan bu yig'ilgan holatda degan bu holatning egasi. Bu nakira keldi. Nima uchun bu yerda nakira kelsa bo'ldi? Chunki karim deb bir saxiy mehmon deb buni bir sifatlash orqali xosladik. Mehmon degan bo'lsa bu umum bir so'z bo'ladi. Buning ichiga hamma mehmon kirib ketadi. Biz buni isil mehmon deb qanday qildik? Sifatlab xosladik. Sifat orqali xosladik. Ja'ani waliyu tilmizin va ja'ani waliyu tilmizin shakiyan. O'quvchining valisi shikoyat qilgan holatda keldi. Endi bu yerda vali degan bu asli nakira so'z. Shikoyat qilib kelgani kim o? Vali. Demek bu shakiyan degan bu holat valining nimasi? Holati. Ya'ni vali sahibul hal. Vali degan bu iniqsiz gap bo'ldi-ku desa, yo'q, bu tilmiz deganga izofat qilinish orqali, iniqsiz bir so'zga izofat qilish orqali qanday qildi? Xoslashdi, ya'ni izofat orqali xoslashdi. Shuning uchun bu yerda sahibul hal bo'ldi deymiz. Ya'ni uchinchisi, nakira xoslatsa, mayli u sifat orqali xoslatsin, mayli izofat orqali xoslatsin, xoslatsa sahibul hal nakir bo'la oladi. Dördüncüsü, en tekunel hal cümle murtabitatun bil vav. Eğer hal vav'len bağlaşkan cümle olsa. Mesela, ev kellezi merra ala qaryatin ve hiye haviye. Demek bu yerda hal ve hiye haviye. Bu yerda ve hiye haviye hal oldu. Bir bütün cümlenin oldu, hal oldu. Yani cümle ismiye hal oldu. Sahibul halço qarya. Qarya degan bir iniqsiz eliflamsiz, bir iniqsiz yoki izofasiz, iniqsiz holatga kelibdi-ku. Bu sahibul hal iniqsiz bo'lib qolibdi-ku desa, bu yerda chunki hal vav bilan bog'lashgan jumlaga vaqtida sahibul hal qanday kelsa bo'ldi? Iniqsiz kelsa bo'ldi. Mana bu sahibul halninki nakira, ya'ni iniqsiz holatda kelsa bo'ldigan yerlari. Endi asli qoidada sahibul hal beshida uningdan hal keyin keladi. El-aslu fil hal en tetaakhara an sahibiha. Asli qoida haldaki sahibidin kichikish, ya'ni sahibul haldan keyin kelish haldaki asli qoida. Wa qad tataqaddamu alayha jawazan.
ba'zida uningga to'g'riliq yo'lga asosan ilgari olib qoladi. Ya'ni ba'zida to'g'riliq yo'lga asosan ilgari kelsin bo'laveradi. Masalan, ja'ani rakiban sa'idun. Asli sa'idun degan bu rakiban degan holatning egisi. Asli qoida ja'ani sa'idun rakiban kelish kerak. Ammo bu jumlada rakiban besh kelsin to'g'ri. Qanday kelsa bo'ladi? Bu to'g'riliq yo'li. Ammo bir-birlik urullar cho'qim hal sohibul haldan ilgari kelmasa bo'lmaydigan urullar bor. Hal sohibul haldan ilgari kelmasa bo'lmaydigan urullar. U qaysi deganda yajibu taqdimul hal ala sohibiha. Halni sohibidan ilgari qilish vojib bo'ladi. Halni, qanot aksiya. Halni sohibidan ilgari qilish vojib bo'ladi. Qanday yerda? Ay yakuna sohibuha nakira. Sohibul hal nakira bo'lgan yerda halni ilgari qilishchi vojib bo'ladi. Masalan, ja'ani rakiban rajulun. Biz buni bayatdan so'zlagan, endi biz buni vojib o'rinda yana so'zladik. Qaranglar. Sohibul hal nakira bo'ladi ekan, hal cho'qim nerga kelish kerak? Ilgari kelish kerak. Ya'ni biz hukumsiz nakira bir odamga holat demoqchi bo'lsak, cho'qim holatni sohibul haldan ilgari kelamiz. Ikkinchidan ayyakuna mahsuran. Sohibul hal mahsur olsa. Mahsur olsa deganligi, masalan, ma jaa najihan illa Xolidun. Ya'ni utuq qozong'uchi kamidi faqat Xolidlar. Xolidlar qanday qildi? Utuq qozong'uchi bo'lgan holatda keldi. Demak, bu yerda biz utuq qozonishni Xolidni utuq qozonishga qanday qildik? Hasr qildik, ya'ni chekladik. Utuq qozonishdan iborat bu holatni Xolid qanday qildik? Hasr qildik degan gap, chekladik degan gap. Demak, sohibul hal cheklangan vaqtida, holatning ichida qanday qilingan vaqtda, cheklangan vaqtida holat cho'qim beshta kelish kerak. Ya'ni holatni biz utuq qozonishdan iborat bir nimaga holatga xoslik chekladik. Endi halninki sohibining kechikib kirish vojib bo'ldigan o'rinlar bor. Ya'ni asli qoida bo'yicha cho'qim sohibul hal 5da hal keng kamisi bo'lmaydigan o'rinlar bor. U qaysi deganda, birinchidan antakuna hiyal mahsura. Ya'ni utuq qozonish, ya'ni holatning o'zi qanday qilgan bo'lsa, to'xtatilgan bo'lsa, ya'ni hasr qilingan bo'lsa, cheklangan bo'lsa. Masalan, ma jaa Xolidun illa najihan. Xolid faqat utuq qozong'ichi bo'lgan holat keldi. Qaranglar, yuqorida biz sohibul halni chekladik. Nima chekladik? Utuq qozonishdan iborat bir holatni chekladik. Bu yerda utuq qozonishni chekladik. Kimga? Xolidning ustiga chekladik. Demak, yuqorida biz sohibul hal Xolidni hasr qildik, chekladik utuq qozonishga. Tuanda biz utuq qozonishni Xolidga chekladik. O'xshamaydigan tarafimiz shu. Demak, hal cho'qim keskin holatda sohibul haldan keyin kelish kerak. Qachoniki bu holat sohibul halga hasr qilingan vaqtda. Ya'ni faqat Xolidlar utuq qozong'ichi bo'lgan holatda keldi. Ya'ni holatni biz Xolidga qanday qildik? Chekladik. Xolidning o'zidan chekladik. Ikkinchisi ayyakuna sahibuha majruran bil idofa. Ya'ni sohibul hal izofat bilan zirvagan bo'lsa, ya'ni muzofun ilayhi bo'lib qolsa, sohibul hal muzofun ilayhi bo'lib qolsa. Masalan, surrani amaluka mukhlisan. Sizning ixlos bilan qilgan amalingiz, ya'ni ixlos qilgan holatda qilgan amalingiz meni xursand qildi degan bu jumlada mukhlisan holat. Nimaning holati? Amalukadagi kapning holati. Ya'ni sizning havoning amalukadagi kap. Sizning deganini bildiradigan bu kap domirining holati. Demak, bu yerda kap amalu mudaf, kapchu mudafun ilayh. Mana shunga o'xshash sohibul hal mudafun ilayh bo'lib qolsa, cho'qim holat sohibul haldan keyin kelishi kerak. Uchinchisi an takuna al-hal jumla muqtarinan bil vav deydi. Hal vav bilan birikkan bo'lsa, jumla bo'lsa. Ya'ni jumla halop, ya'ni hal jumla bo'lib vav bilan birikkan bo'lsa, cho'qim hal nada kelish kerak? Keyin kelish kerak. Masalan, jaa aliyun vash-shamsu tali'a deganga o'xshash. Kun chiqayotgan holatda Ali keldi. Badiki vash-shamsu tali'a degan bu jumla ismiya Aliyunniki hal bo'ldi.
Bu yerdagi va bilan birikkan bir butun jumla holat o'g'achqa cho'qim bu holat aliyun degan sohibul holdan keskin qana kelish kerak, keyin kelish kerak. Demak, mana bular yuqorqi ikkisi holning sohibul holdan ilgari kelishi vojib bo'lgan o'rinlari, keyingi uchi holning sohibul holdan keyin kelishi vojib bo'lgan o'rinlari. Hamda holning omili bor. Biz maf'ulning omilini o'qigan shunday o fe'llarini. Hamda holning omillari bor. Holning uchu omillari bor. Buning omili qanday bo'ldi? Fe'llan bo'lamdi yoki ism fa'illar bo'lamdi deganda, birinchidan fe'l bo'ladi buning holati. İkincidin şebihi fiil buludu. Şebihi fiil deganimizde ism fa'il, ism maf'ul. Üçüncüden ma'nan fiil buludu. Dördüncüden qarini üçün bunun amili qanday qilib tushib ketgan buludu. Bunun amili tushib ketadi. Mesela qanday vaqt tushib ketadi desa, birinchidan saliman g'animan. Saliman g'animan deymiz. Birdan safarga mansa saliman g'animan. Saq salomat, g'animat olgan holatda deymiz. Bu nim degan gap? Bu holat. Saliman g'animan ikkilisi nima? Holat. Buning omili qani, fe'li qani desa, tarji'u saliman g'animan. Tarji'u saliman g'animan. Saq salomat, g'animat olgan holatga qaytib kelasiz degan gap. Bu amma tarji' tashlanib ishlatiladi. Holning o'zi bilan qanday qilinadi? Ishlatiladi. Ham beshidan kelsak, holning omilini bildik, fe'il bo'ladi dedik. Masalan, xuliqal insanu da'ifa. İnson ojiz holatda yaratildi. Bu ojiz holati buning omili nima? Bu holatninki omili nima bu deganda, xuliqa degan bu fe'il da'ifaning nimasi bo'ldi? Omili deymiz. Agar xuliqa bo'lmasa, bu da'ifa holat bilan kelinmaydi. Holat bo'lolmaydi. Demak, bu yerda da'ifaninki hol bo'lishining omili xuliqa degan fe'il deymiz. İkinciden şibihi fe'lning bo'ladi dedik. Bu holning omili bo'ldi dedik. Masalan, ma musafirun khalilun mashiyan. Khalil mang'ichi bo'lgan holatda musafir emas, ya'ni safar qiluvchi emas desak, bu jumlada ma musafirun khalilun mashiyan. Bu jumlada mashiyan khalilun degan bu so'zningki nimasi bo'ldi? Holat bo'ldi. Buning omilchi bo'lsa musafir degan ismi fa'il, mashiyanninki nimasi bo'ldi? Omil bo'ldi. Demak, shibih fe'l deganimiz ism fa'il, ism maf'ulni ko'rsatadi. Ma'nan fe'l degani nega gap deganda ism fe'l. Ism fe'l buni bo'la oladi, holning omili bo'la oladi. Masalan, nazal musri'an, nazal musri'an desak, nazal degan gap biz buni ism fe'lning babida degandik. Bu ism fe'lninki qiyosiy bo'lgan o'lchimi. Nazal degan gap inzil degan gap. Bu ism fe'l, o'zi ism, lekin ma'ni jihati nima? Fe'l. Shu ma'ni jihatdagi fe'l ma'nisi musri'an degan holatninki omili bo'la oladi. Hada Xolidun muqbilan. Hada Xolidun muqbilan. Bu yerdami muqbilan degan bu holat Xolidning nimasi? Holati. Buning omili qani? Omil degan cho'qim yo fe'l bo'lishi kerak, yo shibih fe'l bo'lishi kerak, yoki ma'nan fe'l bo'lishi kerak. Hada buning omili deymiz. Hadadagi, chunki bu hadaning o'zida fe'l ma'nosi bor. Qanday fe'l ma'nosi bor? Al-musharu ilayhi Xolidun muqbilan. Mush hadaning o'rniga al-musharu ilayhi Xolidun muqbilan desak, bu jumla to'g'ri bo'ladi. Ya'ni hada bilan al-musharu ilayhi ikkisi bir gap. Hada ism shakli, musharu ilayhi buningki fe'l ma'nosi bor shakli. Ya'ni fe'lga o'xshab ketadigan fe'l ma'nosi bor shakli. Demak, hadada musharun ilayh degan bir fe'l ma'nosi bor. Demak, bu yerda hada muqbilan degan holning nimasi bo'ldi? Omil bo'ldi. Qanday omil bo'ldi bu yerda desa, chunki hadaning o'rnida musharun ilayh degan bu fe'l ma'nosidagi shibihi fe'l kelalaydi. Ya'ni al-musharu ilayhi Xolidun muqbilan desam, bu jumla to'g'ri bo'ldi masalan. Mana bu holning omillari. Unda savoqdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.